Assalomu alaykum do'stlar, qadrli yurtdoshlar. Tovuq setkalarimiz sotilyapti. Tovuq setkalarida har xilidan bor. Tovuq setkalar arzon narxda sotib yuboryapti akalarimiz. Egasini nomerini pastga yozib qo'yaman. Pastda telefon qilib bemalol maqsalaring bo'laveradi, gaplashsalaring. Setkalar haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Xitoy setka va keketa setkani farqi. Xitoy setka shunaqa yaxshi imkoniyat beradi. Xitoy setka piramida bo'lib o'rnaydi. Har bir xonasiga 4 tadan tovuq sig'adi. Bir komplektga 96 ta tovuq sig'adi. Bu piramida bo'lib o'rnaganini hisobiga go'nglari yerga tushadi. Yerdan supurib olsa bo'laveradi. Har bir ikkita o'rnagan joyda yo'lda ikki tomonidan misol bitta teleshka sig'adigan joy qolishi kerak. Teleshka sig'adigan joy qolsa, unda yem berib nimalar qilsangiz bo'laveradi. Yem berib go'ngini yig'ishtirish uchun yo'l qolishi kerak. Xitoy setka yerga o'rnaganida 2 kvadrat joy egallaydi. 2 kvadrat bo'lsa, keketa setkalarimiz ham bor. U keketa setkalar etajovka bo'lib o'rnaydi. Har birini orasiga etajli bo'lib o'rnagan hisobiga orasiga poddon tiqiladi. Go'ngi poddonni ustiga tushadi, poddondan yig'ishtirib olishga to'g'ri keladi. Uni ham yaxshi tomoni bor. Misol har birini orasiga qirqib solsalaring poddonni. Misol go'ngini boshqa bir narsada yig'ishtirib o'tirmaysizlarda, shu poddonni olib turib, nimaga teleshkani ustiga qoqib yana joyiga qo'yib, ashuna qilib olib ketsalaring ham bo'laveradi. Bu keketa setkamiz o'rnaganida eniga 1 metr joyda egallaydi. Uzunligi 1.80 bo'ladi. 1.80 ga 1 metr joyda egallaydi. Shu o'rnaganda. Unga Xitoy keketa setkaga 90 taligi bor, 120 taligi bor. Etaji 3 etajli bo'lib o'rnaydi. Xitoy setka ham, keketa setka ham uzunligi 1.60 bo'ladi. Ashuna qilib olsalaring bo'laveradi. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumanida. Tushunishlaring oson bo'lishi uchun boshqa rasmlar ham joylab qo'ydim. Mana shu holatda qo'ysalaring ham bo'laveradi. Asha devorga yopishtirib qo'ysa ham bir qator bo'lib qoladi. Rahmat hammaga, sog' salomat bo'linglar. Aloqaga chiqasizlar.